Endi mana o davr tezlashib ketdi, zamon tezlashdi. Zamon tezlashgandan keyin odamlar ham shoshilib qolyapti. Tezroq bir narsani to'plab olsam deydigan bo'lib qoldi odam. O'zi foydasi yo'qligini bilmayapti. Ertalab bir o'tirib qarasangiz, bir tishlab non yeysiz, choy ichasiz, yo qaymoq, yo u, yo bu bilan qorin to'yadi. Ertasiga nima bo'lishini Xudodan so'rash kerak. Hali bir Qorin degan shunga o'xshagan zotlar o'tgan bir paytlar butun dunyoni oltinlarini to'plagan odamlar bo'lgan. Yo'q, ular o'ziga foyda qilmadi. Shuning uchun zamon tezlashib ketib, mana kompyuter degan narsa, telefon bir oyda bitadigan narsa 1 minutda bitib qolyapti. 1 yilda bitadigan narsa ham 1 minutda bityapti. 10 yilda bitadigani ham 1 minutda bityapti-da. Ilgari bir yoqqa birovga telefon, armiyadagi bolangizga telefon qilaman desangiz, bir hafta telegrafda o'tirardingiz. U kelsa, yana gaplashardingiz. Uyingizda gaplashib qo'yapsiz. Vaqt tezlashib ketib qoldi. Shuning uchun hamma o'ylayaptiki, shu hamma biznesmen bo'lsam deydigan bo'lib qoldi. Uni o'zini egasi bo'ladi. Uni o'sha egasi qiladi, boshqa Xudo bergani bo'ladi. Foydasi yo'q. Men biznes qila olmayman mana. Men tirikchiligim shu. Odamlarga xizmat qilaman, shundan pul olaman. Boshqa yo'q. Boshqa nima qilsam bo'lmaydi. Bilaman shuni. Shuning uchun shu hozirgi kundagi holatni aytyapman. Hozirgi kunda shu hammani hayoli shu biznesmen bo'lsam, bir narsani to'plasam deydi. Bo'lmaydi, foydasi yo'q. O'sha tirikchiligingga loyiqini qilaver. Eng kerakli narsa yo'qolib qoldi. Odamlarning orasidagi mehr oqibat yo'qolib qoldi. Mayda akasi yo xolasi yo tog'asi turibdi, ko'rmay o'tib ketyapti-da mana yoqqa. Mana uni olmoqchi. Qoldi u. Shu zamonda tezlashgani shu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bilan Jibril alayhisalomning savol-javobi bor ekan, unga menga buni olimlar aytdi. Olim, din olimlari. Shuni men ulardan eshitdim. Shu savol-javob bo'lgan ekanki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar. Mendan keyin ham yerga tushiladimi? Tushib bironta ish qilasizmi deganda, u zot aytgan ekanki, yerga tushaman, 10 marta kelib eng qimmatbaho narsani olib ketaman yerdan degan ekan. Boydan qo'li ochiqligida olib ketaman deydi ekan. Kambag'aldan sabr toqatni olib ketaman deydi ekan. Podshodan haqiqat go'ylikda olib ketaman deydi ekan. Olimdan ilmiga amal qilishni olib ketaman deydi ekan. Qilmay qo'yar ekan ilmiga amal. Olim. Va shularning ichida yana bittasi odamlarning orasidagi mehr oqibatni olib ketaman deydi ekan. Va shundan 10tasi, ya'ni oxiri iymon, Qur'on, iymon bilan shundan keyin qiyomat bo'ladi deydi ekan. Bu bor voqea, bo'lgan voqea ekan. Buni inkor qilsa qilaversin odamlar. Hozirgi kunda o'sha mehr oqibat ketayotgan payt ekan. Shu mehr oqibatni agar ushlab qolsak, bir yo'lga solib eslab, qiyomat sal uzoqlashar ekan. Shu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu voqealar sabab bo'ldi. Qarindosh urug', aka-ukani orasidagi oqibat yo'qolganini ko'rib qildim men buni. Mahabbat sirlari pinhon,
qaro ikki qaroqlarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda og'ayin opa singillar to'zib ketma uzoqlarda hit.uz og'ayin opa singillar to'zib ketma uzoqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda doday qolay hasrat sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda qiz uzatilar ekan. Qiz uzatilgandan keyin qiz bola birovni hasmi deyilgan bizda gap bor. Birovga saqlab turilgan birovni omonati ekan qiz bola. Sen uni boqib saqlab turasan ekan. Keyin birovga berasan ekan. U borgan joyida o'sha xonadonni sohibini aytganini qilishga majbur ekan. Shu xonadon sohibasi ne ish buyursa shuni qilar ekan, iloji yo'q ekan boshqa. O'sha uy egasi senga ruxsat bersa, qizingga ruxsat bersa kelib xabar olar ekan sendan. Bo'lmasa yo'q ekan. Mana shu tuzoq ekan, mana shu tuzoq. Yigit uylanar ekan. Uylanib bola chaqa qilib ro'zg'or tevrataman deb hali u yoqqa chopar ekan, hali bu yoqqa chopar ekan. Qarindosh urug'dan xabar ololmay qolar ekan, bilmas ekan, esidan chiqib ketar ekan. Mana shu tuzoq ekan, ro'zg'or. Buni men o'sha bu yoqqa kelgina kamerachi, bu yoqqa ukam. O'chirma, buni o'chirma. Yondir. Bu gaplar yozilish kerak, odamlarni ko'r, meni ko'rsatma, ayollarni sol suratini. Mana qo'yib ol, mana qo'yib ol. Buni men Qirg'izistonda katta bo'lganman. Yarim umrim Qirg'izistonda o'tgan yosh bolaligimda. Shu Alay vodiylarida, tog' dashtlarda bo'lganman. Shu yerda ko'rardim. Tuyani oyog'ini zanjirda boylab qo'yishardi. Ketib qolmasin deb, temir qoziq qoqib, zanjirda oyog'ini boylab qo'yardi. U aylanib yuraverardi. Oyog'i qonab ketar edi tuyani. O'sha zanjirga qoni oqib qotib qolardi. Mana shu tuzoq, o'sha ro'zg'or xuddi shuni o'zginasi. Ukam bo'lsang kelib ko'nglim chamanini gullatib qo'ygil. Go'zallikdan, jamollikdan so'z ochib kuylatib qo'ygil. O'tib ketgan qarindoshni eslatib yig'latib qo'ygil. To'lib tur kel qanotimsan, to'zib ketma uzoqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda doday. Ba'zan kelinlarimiz kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Seni akang biz qizimiz to'g'risida bunday gap qilibdi.
yo bo'lmasa ukang o'g'limizni odamlarning oldida haqorat qilib so'kibdi, uribdi deb aka ukani orasiga bir jar tashab qo'yar ekan. Kelinlar hushyor bo'linglar bu ishda. Sizlar bu gapni aytmaslik kerak. hit.uz. Agar shunday gap aytilgan bo'lsa ham, aka ukani orasi buzilayotgan bo'lsa ham, aka yo uka bunday deyish kerak ekan. Agar akam yo ukam o'g'limizni yo qizimizni haqorat qilib so'kkan, urgan bo'lsa, u shu yaxshi yo'lga kirsin deb shu ishni qilgan. U meni jigarim, u bitta qorindan tushgan, shuning uchun uni haqqi bor deb turib buni orani to'xtatib qo'yish kerak ekan. Bo'lmasa kattalashib ketar ekan. Yillab ko'rishmay ketgan aka ukalar bor, qarindosh urug' bor. Ertaga ko'raman yo indin ko'raman, bir haftadan keyin yo bir haftadan keyin yo'qib qolsa nima qilasan? Mana shunga hushyor bo'linglar kelinlar. Sizlar boshqa qorindan tushgansizlar. Bu aka uka bitta qorindan tushadi. Shuni hushyor bo'lasizlar bunaqa gaplarni gapirishda. Go'daklik chog'larimdan yupanchim seni akam bo'lsang, o'ynagan bog'larimdan quvonchim sen akam bo'lsang, yiqilsam suyab turgizgan, opichlab suvdan o'tkizgan, cho'milgan soylarimdan suyanchim sen akam bo'lsang, qo'ling cho'z yo'lda qolsam gar, qo'ling cho'z yo'lda qolsam gar, qo'yib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim, ko'rarman deb so'roqlarda. O'sha mana qizlaringizga qaranglar. Qiz bolani beti ko'proq otadan o'tar ekan. Otani beti ko'proq qiz bolaga o'tar ekan. Onani beti ko'proq o'g'il bolaga o'tar ekan. Shu 10 tadan bir 8 tasi shunaqa. Qiz bola o'sha naslda davomchisi ekan, tarqatuvchisi ekan. O'zini otasini yuzini o'g'liga beryapti-da. Ko'ryapsan? O'g'il bola onadan o'tar ekan yuz. Ota-onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. Ota-ona bolalarini qanday yaxshi ko'rib, sog'inib kutsa, aka ukalarini qiz bola shunaqa sog'inib kutar ekan. O'g'il bola o'ynab yuraverar ekan. Qiz bola shu parvona degan narsa bor. Mana chiroqqa o'zini uradigan kapalay bor. Aka ukalariga shunaqa o'zini urib turar ekan, parvonaga o'xshab. Shuning uchun birodarlarim, men mana yig'layotgan singillarimni ko'ryapman. Menga og'ir o'lyapti bu ashulani aytish. Shu singillardan xabar olib turasiz. Opalardan xabar olib turasiz. Ular doim kutadi. Eri bor, bola chaqasi bor, qarab turibdi demaslik kerak ekan. Ular sog'inar ekan.
Otamning yuzlarini senda ko'rib qoldim opam singlim. Onamning so'zlarini sendan eshitgayman opam singlim. Ularning mehr daryosi oqar senda opam singlim. Kelib o't yoq qozon qaynat, kelib o't yoq qozon qaynat. Otam qurigan o'choqlarda kelib parvonamiz bo'lg'il, onam yoqqan chiroqlarda. Og'ayin opa singillar to'zib ketma, to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Doday voy voy doday. Aman bo'linglar, aman bo'linglar. Bu qo'shiq shu zamonda, shu kunni qo'shig'i bu. Buni hammani uyida bo'lish kerak. Bir marta bo'lsa ham eshitib qo'yish kerak uyida turib. Yaqinda bir do'stim yo'lda ketyapsam to'xtatib bir gay aytayapti. Shu ashulangizni deydi, avval bir eshitib oldimda bolalarim oldida yig'lagani noqulay bo'lib uyga olib kirdim deydi. O'zim eshikni bekitib o'tirib olib dod deb yig'lab oldim deydi. Keyin bir o'rtog'imga berdim, unga ham aytdim dedi. Uyingga kirib eshikni bekitib o'zing eshit deb aytdim. Buni o'zi o'tirib eshitib mana unga qo'yish kerak buni. Bu zamonda shu kunda yetishmovchiligi bu. Hammamiz esimizdan chiqib qolgan narsa bu. Hammamiz ham gapiraveramiz, yaxshi bo'ladi deymiz, ertaga ko'raman deysiz, indinga ko'raman, indinga borib kelaman, yana haftaga borib kelaman. Yo'q bo'lib qoladi-yu, yana haftadan keyin. Yo'q bo'lsa nima qilasan? Shuning uchun ilohim hammamizga Alloh mana shu mehr oqibatni qaytarib bersin, qiyomat bizdan uzoqlashsin. Amin, amin, amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Choyni olib kel. Endi shu hali akamiz ketdimi? Shu yerdami? Bu bizni bu yerga kelib qolishimizga sabab bo'lgan zotlarga yana bitta qarsak chopib qo'yaylik. Shular sabab bo'ldi shu yerga. Omon bo'lsin. Omon, men ko'p narsani so'radim bundan. Mana qila olasanmi dedi. Qilaman dedi. Xudo uchun menga so'z ber dedim. Shuning uchun men sizlarni oldinglarga keldim. Bu yerda ashula aytayotganimiz sababi shular bizni do'stimiz bo'lgani uchun, birodarimiz bo'lgani uchun. Shu yerda shu onaxonlar, otalar kutib turibdi. Borib shu bir xizmat qilib bering dedi. Shunga keldik. Ilohim bularni ham boshlagan ishlari xayrli bo'lsin. Qarsak bularga. Hop. Mana yerda bir kiyim kiygan ayolni ko'rdim. Shu oti nima shuni? Hop, shuni ham o'rtaga chaqiraylik, o'tib sovqatim muzlab qolganga o'xshayapti. Keling singlim, keling. Ashla aytasizmi siz? O'ynaysizmi? Hoppo. Ahvol chataq o'ja. Mayli, ko'raman. Hozir. Iqbolamot. Bo'ldi, mayli, hozir.
Menida ham meni o'ynaydigan o'rtoqlarim to'la yotibdi. O'ynatib yuboramiz. Hop. Endi hali yig'i-sig'idan keyin sal sizlarni ko'tarmoqchiman shuni. Ko'p yig'ladinglar. Endi sal ochilinglar deyapman-da, lekin bu esdan chiqib qolmasin. Shu esdan chiqib qolmasin.